Onlayn mamda o'tirganlardan ko'ra onlaynlarmi natijalari zo'rdi. Nega bunaqa deb tushunmayman men o'zi. Nega bunaqa deb tushunmayman. Onlayn zo'r. Ikkilanib olgandim zo'r. Birga bir onlayn ruxsat berdi. Bitta ikkita darsga kelib ko'rishga. Natijalarim Allohga shukr. Astrobatiyasi bor, bitta xolajon bor edi, yelkasi chiqib ketganman. Bu kurs sifat bo'lib yelka chiqqan. Ikkita kursimda yelka yotdi. O'sha o'zim o'g'limda gipotonusi juda kuchli edi, kurak chiqib ketgan, 1 santimetr deformatsiyasi bor. O'g'lim bittada tekis bo'ldi. 6 yosh bittada tekis bo'ldi o'g'lim. Endi ham zo'r o'rganishyapti. Ayniqsa chet ellardan rosa ko'p sotib olgan. Onlayn o'quvchilarim ko'p. Ayniqsa eng ko'p o'quvchi onlaynda amerikaliklar. Yaqinda bo'lgan darslikni qo'yib qo'ydim onlaynga ham. Chunki уже полный yangilangan hamma narsa bo'lib. Massaj bilan emas, davolab yordam berish kerak. Massajda o'zida davolanmasligini bildim. Shunda darsda uchun faqat shu bolalarimni birinchisini emas, endi bolalarimga kerak ekan deb o'llarim qildim. Bittada natija bo'ldi ularda ham.